Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Kostyum kiyib ketdilarmi? Bu kishi men yozda endi oq kostyum kiyaman. Meni odatim kostyum kiymasam san'atkorga o'xshamay qolaman-da. Shu odat, menda imij deydi bu ruslar boshqalar. Kostyum bilan yuriladi doim. Aktyor, san'atkor, chiroyli kiyinish kerak. Bu kishi yozda men oq kostyum kiyib to'yga kirib kelsam, yoqtirmas ekanlar. Go'yoki bu kishiga qistiradigan pulni bizga qistirarmish odam. Buni Allohning irodasi bu, birodar. Shunga rosa xafa bo'lib, bu kostyum kiyib keladi, 20 ta cho'ntayi bor, unda. O'zlari ham kiyar ekanlar buni. Ya endi yaxshi niyat bilan kiyib keldim-da Sheraka. Taqiyotganim bilaman-ku. Ya endi Sheraka o'zlariga to'g'illab gapiryapti-da. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bu kishi o'zlariga to'g'illab gapiryaptilar. Men endi to'g'risini aytaman. Yoz 40 gradus issiq. Yangi kalta ko'ynakda to'yga boramiz. Ustoz kirib keladilar, kostyum shunda. Aytamaga Sheraka nima kostyum shu kiyadi, kuni suv bo'lsa. Yangi kalta ko'ynakda kelsa ham bo'ladi-yu, desam, keyin farosat ishlab qoldiki, ustasi ustada baribir. Yangi kalta ko'ynakda bitta cho'nchak bor. Sherali Jo'rayev kostyumida 12 ta cho'nchak bor. To'yga kirib ketsam, eshikda ko'rishib qoldik. Ha, dillam, aytdim, "Kelyapman, assalomu alaykum Sheraka" desam, "Ha, men kirib chiqdim" dillar. "Ha, siz kirib chiqqan bo'lsangiz, men qaytib ketdim" dedim. Foydasini endi Sherakadagi to'yga kirib oladim. Moskvada konsert berdik. Olib bordilar Moskvaga, yer dedilar. Bir aylantirib kelaman. O'sha Sheraka bilan bir joyga borishga qo'rqaman. Xudo haq, Xudo tepada yolg'on gapirish yo'q. Bir ikkita joyga olib borganlarda shu suvga olib borib sug'armay olib kelganlar. To'g'risi, o'zlari mana o'tiribdilar, men yolg'on gapirmayman. O Taboshar degan joyga olib bordilar, Tojikiston territoriyasiga to'yga. To'y ham endi dalada joy qilingan. Bu boshidan u boshi ko'rinmaydi. Bunaqa mikrofon yo'q, u paytda arqonli mikrofon. Men endi u to'ylarda sal ko'ringan paytim, televizorga ham qoyillatib chiqmaganmiz hali. Yor bir aylantirib kelganda olib bordilar. Shunaqa xursandman, Sherali Jo'rayev meni to'yga olib bordi. Kalavatda o'tiribmiz. Endi Sheraka mikrofonni olib bilasizlar, ketdilar xalq ichiga qarab. Soat 7 da to'y boshlandi. O'tirimman. Ovqat yedim, choy ichdim, bir uxlab oldim. Ko'zimni ochsam 9 bo'libdi. Qorong'i, Sheraka hali yuribdilar xalq ichida. 5 ming odam bormi, Xudo bilsin. Yana budirab qolman. Bir ko'zimni ochsam 12:30. Ustoz hali ham ashula aytayotdilar ichkarilarda. Terim yig'im kompaniyasi zo'r ketyapti. 4 qavatli kombayn shunaqa ishlayapti, u yoqda yo'q. Chang chiqyapti, faqat chang ko'rinadi. O'yin, ashula, muzikantni bu yoqda qolib ketgan. Bir o'zlari doirachidan ketdilar o'sha qarab. Yana bir uxladim, tushlar ko'rdim. Shunda rosa pul topganmishman. Ko'zimni ochsam bir tiyin yo'q. Oka hali ham yuribdilar dalani ichida. Xudo tepada shu quyosh chiqishni boshlaganda ko'zimni ochdim. Aytdilarki, bo'ldi endi o'rtoqlar, tarqalinglar endi, bo'ldi dedilar. Ishga bormaysizlarmi dedilar. Shu bilan ana Sheraka bekorga kostyum kiymagan ekanman, Xudo. Rahmat. Shu bilan bir payt qaytib keldilar-da. Kalavatda meni ko'rib, "Ye, sen ham shu yerdamiding?" dedilar. Aytdim, "Rahmat" dedim, "Rosa maza qildik. Xizmat qilganimiz yo'q, lekin to'g'risini aytish kerak. Ha, kelgandan keyin mana men sani ketib ajratib berdilar baribir. Boyatam umrlarimiz olsin. Moskvada konsert berdik.